Qiz bola bo'lish oson emas. Sababi agar sal ortiqcha mekap qilsangiz, voy bu to'yga ketyapti deyishadi. Agar uncha mekap qilmasangiz, oho, nima bu o'ziga qaramas ekan deyishadi. Agar har kuni kiyimlarni alishtirsangiz, voy birorta boy qiz bo'lsa kerak deyishadi. Agar bitta kiyimda har kuni yuradigan bo'lsangiz, oho, buncha bu archami, qishni yozin bir xil kiyimda deb gapirishadi. Agar sochlaringizni uzun qilib chiroyli qilib o'stiradigan bo'lsangiz, voy bu rosa ham o'ziga qararkanda deyishadi. Yoki bo'lmasa busini sarpasta endi chiqibdi-da deb ba'zi birani sochi kalta qilsa ustidan qo'yishadi. Yoki bo'lmasa sochi juda ham kalta bo'lsa, oho, o'g'il bolam bu nima bu deb aytishadi. Agar bu maktabga o'qishga o'ziga qarab chiroyli bo'lib boradigan bo'lsangiz, bolalar aytishadi, bizga o'zini ko'rsatgan keldi deyishadi. Agar oddiy bo'lib o'ziga qaramasdan bir обычный bo'lib boradigan bo'lsangiz, qiz o'zingizdan kulishadi. Voy bitta o'ziga qarashni ham eplolmas ekan deb. Turmushga chiqqaningizdan keyin agar eringiz bilan munosabatlaringiz yaxshi bo'lsa, bitta eri ham eplolmas ekan, qanaqa xotin bu deyishadi. Agar eringiz bilan munosabatlari juda ham yaxshi bo'lsa, burnidan import qizib olgan, to'chni issiq-sovuq qildirib olgan, har doim onasinikiga borganda issiq-sovuqni yangilab keladi deb aytishadi. Так что ayol bo'lish, qiz bola bo'lish unchalik oson emas.